Barchaga assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Kaizo. Microlex kanaliga xush kelibsizlar. Ushbu videoda men sizlarga Sapphire 4 ni qayerdan yuklab olish kerak va uni qanday o'rnatish kerak, barchasini ko'rsatib o'taman. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizda hech qanaqangi savollar qolmaydi. Lekin videoni boshlashdan oldin ikkita gap aytgan bo'lardim. Birinchisi, bu meni Sapphire 4 dagi uyim. Hali videosi chiqqani yo'q, xudo xolasa 14-qismda chiqadi. Shunchaki men birozgina oldinlab ketganman. Hali men videoni montaj qilish kerak, render qilish kerak, uni yuklash kerak, biroz vaqt oladi. YouTube'da hozir 11-qism, mana bu esa 14-qismda paydo bo'ladi. Va ikkinchi gap azizlar, bu Microlex o'zining kanali. Xohlasangiz obuna bo'ling, videolar qiladimi yo'qmi bilmadim. Sapphire 4 ni mana shunaqangi obучениясini va qanaqangidir o'zgarishlar bo'lsa, ushbu kanalga joylab boraman. Bo'lmasa biz boshlaymiz. Birinchi navbatda azizlar, bizga mana bu ikkita fayl kerak bo'ladi. Bu yerda Sapphire 4 ni barcha modlari va Neo4j o'rnatadigan dastur bor. Bularni meni Telegram kanalidan olsangiz bo'ladi. Mana 19-noyabr, ya'ni bugun ikkita post joyladim. Sapphire 4 ni modlari va Neo4j o'rnatadigan dastur. Mana bu dasturni Neo4j o'zini ofitsial saytdan olsangiz ham bo'ladi. Shunchaki Google ga Neo4j deb yozsangiz, mana sayti chiqib keldi. Sapphire 4 ni versiyasi 1.21.1, Neo4j versiyasi esa 21.1.211. Shunchaki men bunaqangi yuklash tugmasini bossangiz bo'ldi. Shu ikkita faylni olamizda alohida joyga qo'yamiz. Ana endi qaranglar. Birinchi bo'lib Launcher ochamiz va bizda Neo4j bormi yo'qmi tekshirib ko'ramiz. Bizda yo'q ekan, qaranglar. 1.21.1, ya'ni versiyani o'zi va Optifine. Bular yuklanmagan, faqat mana shu versiya yuklangan. Sizlar yuklanmasa ham bo'ladi. Shunchaki Launcher yopamiz va mana bu Neo4j o'rnatadigan dasturga kiramiz. Bu dasturimiz o'zi mana Minecraft topadi. Qayerdaligini C users hasi update roaming Minecraft versiyani bu yerda ko'rsatilgan. Install qilinish. Shunchaki proset tugmasini bossak, xo'p, mana o'rnatish jarayoni boshlandi. Men rostni aytsam bilmayman, bu internetdan foydalanadimi yoki yo'qmi, lekin agar internetni yoqib qo'ysanglar, juda ham zo'r bo'ladi. Menimcha nimalarnidir yuklab oladi shu yerda yoki o'zida bo'lsa o'rnatadi. Xullas kalom, menga noaniq, где-то 15, maksimum 20 sekunddan keyin mana bunaqangi yozuv chiqadi. Siz muvaffaqiyatli Neo4j 21.1.211 versiyasini o'rnatdingiz launcheringizga. Bo'ldi. Okey, bosamiz, u yopiladi. Ana endi launcheriga kiramiz va versiyalarni qidirib ko'ramiz, bizda o'rnatildimi yo'qmi. Xo'p, bizda chiqmayapti. Mana bu yerda obnovit yangilash tugmasini bosamiz. Birozgina kutgandan keyin ana endi qidirib ko'ramiz va mana bizda versiya Neo4j bor. Kelinglarda azizlar, endi mana shu Neo4j o'ziga kirib ko'ramiz. O'zi versiya ishlaydimi yo'qmi, biz to'g'ri o'rnatdikmi yo'qmi bilish maqsadida shunchaki Vayt va Gru tugmasini bosamiz va mana bunaqangi agar tulk chiqsa, demak biz to'g'ri o'rnatganmiz va adashmasam o'yinga kirdi. Mana o'yinga kirdi, ikkita mod yuklangan, hech qanaqangi muammolar yo'q, bo'ldi. Ana endi o'yindan chiqamiz. Xo'p, endi diqqat bilan qarang. Mana bu yerda Minecraft papkasini ochadigan tugma bor. Shunga bosamiz. Bizga Minecraft papkasini ochib beradi va bu yerda mods degan papka bo'ladi. Xo'p, shunga kiramiz. Sizlarda bu yerda hech qanaqangi fayl bo'lmaydi. Menda hozir o'zim eski modlarim fayli bor. Agar bu yerda papka tursa, hech qanaqangi nima deydi, ta'sir o'tkazmaydi. Papkani men masalan udalt qilib yuboraman, bo'ldi. Bu yerda hech narsa yo'q. Xo'p, endi ikkinchi faylimizga kiramiz. Mana bunaqangi arxiv, Microlex barcha modlari bor mana shu yerda. Sapphire 4 modlari, ya'ni xo'p, hammasini olamiz-da, mana shu bizani o'yinimizning mods papkasiga shunchaki tashlaymiz, bo'ldi. Tashlaymiz, bu yerda 135 ta mod ekan. 135 ta moddan hammasi tushdi, bo'ldi. Buni yopamiz va buni ham yopamiz. Ana endi launcherga kirib, qaytadan takroran Vayt va Igru tugmasini bosamiz. Endi biz barcha modlarni o'yinga yukladik. Ana endi modlarni nima deydi, ishlatish jarayoni bo'lyapti. Bu birozgina ko'proq vaqt olishi mumkin, chunki 135 ta mod qo'shimcha modlar bilan 176 ta mod bo'ladi. Men o'yinga 21 gigabayt xotira ajratganman, lekin men e'tibor berdim, maksimum 3 gigabayt ketadi mana shu yerda. Qaranglar. 1 gigabayt, xo'p, ko'ramiz. 1, 2 gigabayt, mana 2 gigabayt hozir chiqdi. 2, 3, qaranglar. 2, 3 gigabayt, no maksimumda. Undan baland bo'lmayapti. Xo'p, ko'ramiz va o'yinning oxiri bo'ldi. 208 ko'rdim men oxirida, 205 bo'ldi. Azizlar, demak bu degani sizlar где-то 5 mi, 8 mi gigabayt ajratsanglar yetib ortadi. Bo'ldi.
o'yinga kirdi. Xo'p, qaranglar, bizda 176 ta mod aytganimdek va o'yinni o'ziga ham kirib ko'ramiz. Sozdать mirni bosamiz. Birozgina mana shu jarayonlar qotishi mumkin, chunki 170 ta mod bu juda ham ko'p, sizlar bilasizlar. Va Sapphire 2 ni o'zida adashmasam bundan kam edi. 140 ta mod edimi, bilmadim. Bo'ldi, kirdi, kelinglarda dunyo yaratamiz. Tvorческий rejimda ishlaydimi yo'qmi hammasini birma-bir tekshirish uchun. Lekin azizlar, mana shu yergacha agar siz qilgan bo'lsangiz, sizda hech qanaqangi muammolar tug'ilmaydi, chunki ko'rdinglar, juda ham oson. Shunchaki mana bunga kiramiz va mana buni modlarni mod papkasiga tashlaymiz. Xo'p, o'yinimizga qaraymiz. Oppa, kartamiz yaralayapti va 100%. Xo'p, umid qilamanki hech qanaqangi muammo bo'lmaydi va bu yerlar azizlar birozgina qotadi. Bu qotishlar tabiiy holat. O'yinga kirish jarayoni qotadi, lekin o'yinni o'zi shader ham yuklangan ekan. E'tibor bermayapman. Lekin o'yinni o'zi qotmaydi. Adashmasam bu Soulless shader. Voy, juda ham chiroyli demak Soulless shader. Xo'p, ko'ramiz, yana bizda Mellow shader bor ekan. Soulless o'zi bilan 60 ta FPS, menimcha bizda limit turibdi. Настройка grafiki VSync degan narsani o'chirsanglar, mana limit yo'q bo'lib ketadi. Xo'p, chastota maksimumga qo'yamiz va bizda Soulless shader bilan 70 ta FPS, 10 ta FPS ga ko'tardik. Kelinglarda shader alishtirib ko'ramiz. Mellowga masalan. Va Mellow shader bilan bizda 150 ta FPS. 150 ta ja ko'p emas. 190 ta. Lekin shader uchun bu juda ham zo'r. Tim bo'li bizda 170 ta mod bor. Yomon emas. Bu kompyuter, ukamning kompyuteri, xo'p, i7 10-avlod, GTX 1660 super. Lekin baribir ham 200 ta FPS menimcha kam. Xo'p, shadersiz ko'ringlarchi, nima bolalar, shadersiz umuman o'ynash g'alati ekan. 300 ta FPS, yo'q 260. Xullas kelam azizlar, bemalol komfortni o'ynasa bo'ladi. Bu men o'rnatgan eng slabi kompyuter emas, lekin eng kuchlisi ham emas. Bunda ko'taradi, boshqalarda ham ko'taradi degan umiddaman. Xo'p, birma-bir modlarni ko'rib chiqamiz. Hammasi joyida-da. 12 ta xonachasi bor edi, hammasi joyida azizlar. Ba'zi bir modlarni udalib qildim men. Ba'zilarini esa qo'shdim. Xullas kelam yakuniy versiya mana shu hozircha. Men Sapphire 4 ni juda ham ko'p odamlarga bergandim. Test maqsadida, masalan, Han Pro, Eric Jones, ularda hech qanaqangi muammolar kuzatilgani yo'q. Han Pro ni o'zi avtomat, ya'ni qurollar modini qo'shgan. Xudo xolasa uni ham qo'shamiz. Mana shu kanalga men ko'rsataman, qanaqa qilib uni ham yuklash juda ham oson. Fayl tashlayman, fayl olasizlar, mods papkasiga tashlaysizlar. Kelinglarda Soulless bilan o'yin. Soulless bilan baribir boshqa dunyoda. Baribir Soulless bilan boshqa dunyo. Xullas kalom azizlar, bo'ldi. Mana shu video darsligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Agar sizlarda qanaqangidir savollar tug'ilsa, bemalol izohlarda qoldirishingiz mumkin. Sizlar bilan Kayzo bo'ldi. Barchaga xayr.